Assalomu alaykum. 2025-yil O'zbekiston iqtisodiy hayotida muhim voqealarga boy bo'ldi. Yalpi ichki mahsulotning o'sishi 7% ni tashkil etib, yil yakunida 145 milliard dollarga yetishi kutilyapti. Kambag'allik darajasi yil boshidagi 8.9% dan 5.8% ga, ishsizlik darajasi 5.5% dan 4.9% ga tushdi. Inflyatsiya 7.3% gacha pasayishi mumkin. Kun.uz yakunlanayotgan yilda O'zbekiston iqtisodiyotida yuz bergan asosiy tendensiyalarga e'tibor qaratdi. O'zbek so'mi yilni dollarga nisbatan 6.5% lik mustahkamlanish bilan yakunlayapti. Yil boshida dollarning ko'tarilmasdan, aksincha pasayishini tasavvur qilish juda qiyin edi, chunki o'zbek jamiyatida dollar doimo o'sadi, arzonlashmaydi degan qarash shakllangan. Fevral oyida kurs birinchi marta 13 ming so'mdan oshgandi ham. Ammo ma'lum bir iqtisodiy shart-sharoitlarda eng qudratli valyutalar ham o'z qiymatini yo'qotishiga guvoh bo'ldik. Yil davomida so'm kursining mustahkamlanishiga, pul o'tkazmalari oqimining ko'payishi, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning oshishi, asosiy hamkor davlatlar milliy valyutalarining barqarorlashishi va oltin narxining qimmatlashishi fonida eksportning o'sishi hamda savdo taqchilligining qisqarishi kabi omillar ta'sir qildi. O'z navbatida chegaradan bojsiz olib kirish limitlarining kamaytirilishi valyuta kirimi va chiqimi o'rtasidagi farqni yanada kengaytirishga xizmat qildi. So'mning mustahkamlanishi fonida O'zbekiston iqtisodiyotidagi dollarlashuv darajasi sezilarli qisqardi. Tashqi qarzga xizmat ko'rsatish xarajatlari ham kamaydi. Taqqoslash uchun so'm dollarga nisbatan 2021-yilda 3.4% ga, 2022-yilda 3.6% ga, 2023-yilda 9.9% ga, 2024-yilda esa 4.7% ga o'z qiymatini yo'qotgan edi. Yil davomida O'zbekiston iqtisodiyotiga eng katta ta'sir ko'rsatgan omillardan biri oltin narxining keskin ko'tarilishi bo'ldi. Odatda oltin narxining o'sishi iqtisodiy yoki siyosiy bosimlar bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, global moliyaviy inqirozdan keyin qimmatbaho metal 1000 dollarga, pandemiya davrida 2000 dollarga, joriy yilning mart oyida esa Trump ma'muriyatining radikal boj siyosati fonida 3000 dollarga chiqqan edi. Jahon savdosida noaniqliklar, AQSh Federal rezerv tizimi mustaqilligi atrofida xavotirlar va Qo'shma Shtatlarning fiskal barqarorligiga doir shubhalar kuchaygani sabab oktyabr oyida narxlar 4000 dollardan oshdi. Dekabr oyiga kelib esa qimmatbaho metal bahosi 4500 dollardan ham ko'tarildi. Oltin 2025-yilda 70% ga qimmatlashdi. Bu oxirgi 46 yil ichidagi eng katta o'sish. O'zbekiston eng yirik oltin ishlab chiqaruvchi va uni eksport qiluvchi mamlakatlardan biri hisoblanadi. Jahon bozorida narxlarning ko'tarilishi ortidan 1-dekabr holatiga ko'ra Markaziy bankning oltin valyuta zaxiralari qiymati 61 milliard dollardan oshdi. Va bu mamlakatning suveren kredit reytinglari yaxshilanishida asosiy omillardan biri bo'ldi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston hukumatiga byudjetda rejalashtirilmagan qo'shimcha daromadlar hisobidan xarajatlarni ko'paytirish tashabbuslarini cheklashni tavsiya qilyapti. Bu inflyatsion bosimni pasaytirish, real ayirboshlash kursining ortiqcha mustahkamlanishining oldini olish va oltin narxlari tushgan taqdirda makroiqtisodiy tebranishlarning kuchayishi xavfini kamaytiradi. Ikki ming yigirma beshinchi yilning 1-may kunidan boshlab O'zbekistonda qator proteksionizmni qo'llab-quvvatlovchi choralar kuchga kirdi. Xususan, ishlab chiqarilganiga 3 yildan oshmagan elektromobillar uchun utilizatsiya yig'imi bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravardan 120 baravargacha yoki o'sha paytdagi narx bo'yicha 11 million so'mdan 45 million so'mgacha oshiriladi. Bu esa BYDning dilerlik tarmog'idan tashqaridagi import elektrokarlar narxini keskin qimmatlashtirdi. Yig'im narxining aql bovar qilmas darajada ko'tarilishi ichki bozordagi ishlab chiqaruvchini himoya qilishga qaratilgan navbatdagi urinish sifatida baholandi. Bundan tashqari 1-maydan boshlab xorijdan O'zbekistonga kirib kelayotgan fuqarolar uchun notijorat maqsadlarda tovar olib kirish limitlari pasaytirildi. Xususan, samolyotda keluvchilar uchun limit 2000 dollardan 1000 dollarga, poyezdda keluvchilar uchun esa 1000 dollardan 500 dollarga tushirildi. Davlat chegarasini avtomobilda yoki piyoda kesib o'tayotganlar esa 300 dollardan ortiq qiymatdagi tovarni bojsiz olib kira olmaydi. Qolaversa 2-3 kunga xorijga chiqqanlar uchun bojsiz limit umuman 0 ga teng qilib qo'yildi.
Joriy yilda ham keng ko'lamli xususiylashtirish dasturi amalga oshirilishi davom ettirildi. Xususan, Birlashgan Arab Amirliklarining Taqa va Mubidala kompaniyalari Talimarjon energetika majmuasidagi 874 megavatlik IESning 80% hissasini sotib olganini e'lon qildi. Bitim qiymati va boshqa shartlar ma'lum emas. Investorlarga ko'ra, davlat ulardan elektr energiyasini 25 yil davomida kafolatli sotib olish majburiyatini olgan. Sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilovning o'g'li Doniyor Kamilov O'zbekistondagi bizneslarini yanada kengaytirdi. Unga tegishli firma mamlakatdagi yirik qurilish shirkatlaridan biri bo'lmish Trest 12 ni xususiylashtirib oldi. Kompaniyaning 51% ulushi 111 milliard so'mga baholandi. Boshqa bir davlatga tegishli yirik qurilish kompaniyasi O'zshahar Qurilish Invest ham sotib yuborilgani ma'lum bo'ldi. Jamoatchilik bu haqda faqatgina kompaniya tomonidan Qurilish vazirligining ma'muriy binosi 182 milliard so'mga sotib olinishi fonidagina xabar topdi. Yana bir yirik kompaniya xalqaro bozorda ommaviy savdolarga chiqarilishi kerak bo'lgan Dehqonobod Kali zavodi prezident qaroriga zid ravishda yopiq eshiklar ortida sotib yuborildi. Qanchaga va qanday shartlar asosida sotilgani noma'lum. Faqatgina xaridorning nomi ma'lum. Bu Asian Chemical Group mas'uliyati cheklangan jamiyat. Eslatib o'tamiz, Dehqonobod Kali zavodi O'zbekiston kimyo sanoatidagi eng yirik zavodlardan biri. Uni qurish davlatga 128 million dollarga tushgan. Buning uchun Xitoydan qarz olingan edi. Shuningdek, 2 yil oldin noshaffof tarzda xususiylashtirilgan Kvars zavodi davlat ixtiyoriga qaytarildi. Xaridor kelishilgan pulni grafika asosida to'la olmay qolgach, oldi-sotdi shartnomasi bekor qilindi. ...2025-yilning oktyabr oyida Markaziy Osiyo Rossiya sammiti doirasida Forish tumanida kam quvvatli atom elektr stansiyasi reaktorining binosi uchun kotlovan qazish ishlariga start berildi. Birinchi betonni qo'yish 2026-yilning mart oyiga reja qilingan. Shuningdek, bu yil katta AES masalasi yana siyosiy kun tartibiga qaytdi va bu borada Moskvada bir nechta hujjatlar imzolandi. 26-sentyabr kungi bitimga asosan Jizzaxdagi tanlangan maydonda ham kam quvvatli, ham an'anaviy yirik AES quriladigan bo'ldi. Agar loyiha amalga oshsa, O'zbekiston katta va kichik atom stansiyalarini bitta maydonda integratsiya qilgan dunyodagi birinchi davlatga aylanadi. Mamlakatda AES qurish iqtisodiy jihatdan qanchalik samarali ekaniga aniq baho berish qiyin. Masalaning moliyaviy tomonlari e'lon qilinmagan. Stansiyalarning umumiy qiymati qancha bo'ladi? Ishlab chiqarilgan elektr energiya qanday narxda sotib olinadi? Bular noma'lum. ...2025-yilning 1-oktyabr holatiga ko'ra O'zbekistonning davlat qarzi 44 milliard dollarga yetdi. Davlat qarzi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 12,5% yoki 4.9 milliard dollarga oshdi. Taqqoslash uchun 2024-yilning 1-oktyabr holatiga ko'ra 2023-yilning mos davriga nisbatan davlat qarzi 7.1 milliard dollarga yoki 22.1% ga o'sgan edi. O'zbekistonning eng yirik kreditorlari Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki bo'lib qolyapti. Qarzning 63% dollarda, 12% so'mda, 8% yevroda jalb qilingan. Shu bilan birga O'zbekistonning umumiy tashqi qarzi shiddat bilan ko'payishda davom etyapti. 2025-yilning birinchi yarim yillik yakuni bo'yicha bu ko'rsatkich 72.2 milliard dollarni tashkil qilyapti.